Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda ma'rifat targ'ibotchilari jamiyati hamkorligida respublikamiz bo'ylab mustaqillik soati tashkil etilib, loyiha doirasida qariyb 10 mingdan ortiq ishtirokchi qamrab olindi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida nufuzli oliy ta'lim muassasalarida ma'rifat targ'ibotchilari jamiyati a'zolari hamda professor o'qituvchilar ishtirokida mustaqillik soati seminarlari o'tkazildi. Muloqotlar davomida yurtimiz mustaqilligining 35 yilligi mobaynida turli sohalarda erishilgan ulkan yutuqlar, amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari hamda yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida olib borilayotgan izchil islohotlar haqida batafsil so'z yuritildi. Mazkur jarayonda bugunga qadar 100 nafar targ'ibotchi jalb etildi. Hududlarda umumiy hisobda 100 ga yaqin mustaqillik soati tashkil etilib, 9708 nafar ishtirokchilar qamrab olindi.